Assalomu alaykum mushtoblik qarindoshlar. Endi mushu so'zni qilgan kishi O'rta Osiyolik Uyg'ur qarindoshlarimizdan biri o'xshaydi. Biz nima uchun mushu diniy temaga kirib olamiz? Biz degan musulmon bu Qur'onni so'zlab chiqishning nima hojati deganga o'xshash gaplarni qildi. Va shuning bilan birga rahmat aytamiz. Asas jihatdan biz vatanning mustaqillik uchun markazlashsak, bu diniy temalarni so'zlamasak, tarixdagi Abduxoliq Uyg'urga o'xshash, Ahmad Chanqosimga o'xshash vatan sirtiga chiqib, nurg'un narsalarni o'rganib, undan keyin shu vatan uchun, millat uchun shu kurashlarni qilgan. Mana shu kishilardek bo'lishimiz kerak debdi. Bunday qarmoqqa haqiqatan to'g'ri. Mushu topladimi? Mushu qarindoshlarimiz so'zlayotgandek, hozir amal bor mushu vatan uchun, millat uchun gap qilaylik. Diniy temalarga ko'p kirmaylik degan gaplar bo'ladi. Bu hammamizga shunda yaxshi yoqadi bu gap. Yoqadi. Lekin biz islom diniga e'tiqod qilgandan keyin chi desa, tarixni shunday varaqlasak, ketkizib qo'ygan yerlarimizni varaqlabla, xato ketgan yerlarimiz qaysi, o'tkazgan savalliklarimiz qaysi jihatlarda mushu inqilobning taraqqiy qilmasligiga nima sababchi bo'ldi degan shunday kirgan chaqda yana diniy tema so'rilib chiqadi. So'rilib chiqqan vaqtda bu dinni shuning bilan inkor qilsangiz kofir bo'lasiz. Men musulmon deb turib gap qilish uchun desa, bu dinning asli zoti qandoqdi? Asli nerede buni dinninki? Dinning aslini tushunmaganlik uchun tarixdagi inqiloblarga bizning e'tiqodimiz sababchi bo'lganmi? Buzg'unchilik qilganmi? To'salg'i bo'lganmi? Dinning aslini tushungan bo'lsak, dinning haqiqatini bilgan bo'lsak, bu to'salg'i bo'lmaydi. Dinning haqiqatini bilmaganligimiz uchun nurg'un inqiloblarimizga asos jihatdan mushu diniy e'tiqodi buzuq e'tiqodimiz to'salg'i bo'lgan. Shuning uchun biz Qur'onni tushunaylik degan gapni qilishga to'g'ri keladi. Endi mushu qarindishimiz nima bu dinning gapini qilsa, bizning ota bobolarimiz musulmon, men musulmon deydi. O'zining ota bobolari rost musulmon bo'lganmi? Yoki shu buzuq bir narsani din deb manganmi? Uningga qarab boqmaydi. Hozirmi o'zining qanday bir dinga e'tiqod qilayotganlik to'g'riliq izlanib boqmaydi. Men bir musulmon ekanman, men islom diniga e'tiqod qildi ekanman. Mening islom deb meniyotganim mushu Allohning kitobi bilan, mushu Qur'on bilan o'xshashmi yo boshqalarning dabbagini din deb sunug'ini bilan o'xshashmi? O'z vaqtida shu payg'ambar alayhissalom mushu Qur'onni kelgan chaqda shu Makka mushriklari biz ota bobolarimizning dinida mangamiz deb mustahkam turib olgan. Sen bizning ota bobolarimizning dinini buzyapsa, nima qilsa bu gapni qilib deb turib olgan. Hozir biz mushu gapni qilsak, shuningga o'xshab qolmayli. Biz haqiqiy mushu dinda mengayotamdiq, mushu dinning o'zidimi, emasmi deb bu to'g'riliqni o'ylab beqishini, Qur'onni bir tafakkur qilib beqishini, o'zining sap bir dinga e'tiqod qilishini, bulg'angan bir narsalarni din deb ota bobolarimiz mushunday menib ekan deb boshqa bir narsani din deb e'tiqod qilib, ma dunyodan musulmon bo'lmagan holatga ketib qilishidan ansiraymiz. Bizning bu Qur'onni o'tirib qo'yib, ma Qur'onga kelaylik, boshqa yerdan dushman izlamaylik. Qur'on bizni boshqa yerdan dushman izlashga chaqirmaydi. Qur'on bizni faqatla shu Xitoyning dushman ekanligini ko'rsatib berdi. Qur'onga toza cho'kinib kirdigan bo'lsak, toza biladigan bo'lsak, bizning diniy e'tiqodimiz Xitoydan boshqa dushmanimizning yo'qligini ko'rsatib turdi. Biz o'ydirilgan bir narsalar bilan boshqa yerdan dushman izlab, inqilobimizni, o'zimizning inqilobini o'zimizdan yiroqlashtirib akassak,
Muşu qarashlarimiz, muşu aqidimiz o'zimizning inqilobidan bizni jiroqlashtirib akassa bo'lmaydi. Bizning haqiqiy dushmanimiz ash Xitoy. Birdan-bir dushmanimiz ash Xitoy. Xitoydan boshqasi dushman emas deb Qur'onni o'rganganning yog'i asosiyatdan shu vatan uchun, millat uchun xizmat qilishni. Ashningdan boshqa dushmanimizning yo'qligini e'tiqodiy jihatdan vatanni ozod qilish eng chong bir ibodat. Milliy ruhimiz, milliy jihatdan milliy mustaqillik uchun xizmat qilish eng chong muhim bir vazifa. Bu vatanning ozodligi bizga mayli e'tiqodiy jihatda bo'lsin, mayli milliy jihatda bo'lsin, eng chong vazifa, uningdan chong ibodatimiz yo'q, uningdan chong milliy vazifamiz yo'q deb o'tirib qo'yatimiz. Endi mushu qarindishimiz Abduxoliq Uyg'ur chatalni ko'rgan. Ahmadjon Qosim chatalni ko'rgan. Ala mana mushu vatan uchun, millat uchun haqiqiy xizmatni qila olgan da'vat edi. Shu Abduxoliq Uyg'urning shu ilib borgan tashviqotining, shu inqilobining taraqqiy qilmasdan oxirgi hisobda 1933-yil Shinsay tarafidan 32 yoshda o'ltirilishiga nima sababchi bo'lgan desa, shu buzuq aqidadagi insonlar Abduxoliq Uyg'urni shu dindan chiqdi deb, kafir bo'ldi deb, uni qo'llamay, orqasi tutmay, xalq umumyuzlik Abduxoliq Uyg'urni qo'llab chiqqan bo'lsa, qo'g'digan bo'lsa, shu Shinsay tarafidan 33-yilda o'ltirilamdi desa, o'ltirilmaydi. 32 yoshli bir yigit o'ltirilmaydi. Shu din, shu buzuq din, shu buzuq aqida Abduxoliq Uyg'urning nima da'vatqanligini, nimaga chaqirayotganligini, vatan millat deganning qanchalik muhim narsa ekanligini, u vatan millat bo'lmasa, u tajovuzchini qo'g'lab chiqamasa, bu millatdan na milliy ruh, na e'tiqod, na din hech narsaning qolmaydiganligini bilgachga Abduxoliq Uyg'ur shu millatni ishtaq uyg'otgan. Shu uyg'otganda naq shu tajovuzchi bilan billa tajovuzchiga hamkorlashganlar kimlar desa, shu buzuq bir narsani din deb, ota-bobomizning dini deb, shu ota-bobosining dinida mangan insonlar. Agar Qur'onni din deb tutgan bo'lsa-chi desa, Abduxoliq Uyg'urning kayindan mangatola. Abduxoliq Uyg'urni qo'llaydi. Shinsayning o'ltirib etishiga qarab turmaydi. Uni qutuldirib qolatdi. Bu bir masala. İkinci qitimda Ahmadjon Qosimni tilga olibdi. Ahmadjon Qosimning inqilobiga to'sqinlik qilgan narsa nima? Umumyuzlik Sharq Turkiston xalqining umumyuzlik zodi, ya'ni Uyg'uriston xalqininki Ahmadjon Qosimning Sharq Turkiston inqilobini qo'llab o'tirg'i chiqmaganiga sababchi bo'lgan narsa nima desa, yana buzuq din bor ashadi. Buzuq din bor. Asos jihatdan Rusparastlar degan gap bilan to'xtab qilg'iliq emas. Kommunistlar, dinsizlar, ularning inqilobini qo'llasak bo'lmaydi deb shu inqilobni qo'llamagan. Mana shu buzuq aqidani millatning ingidan surib chiqarib, haqiqiy dinning haqiqiy mohiyatini o'tirib qo'yib, Qur'onni o'tirib qo'yib, dushmanning kimligini, bizning hozirgi vazifamiz nima? Bu narsani o'tirib qo'ygan vaqtimizda ota-bobomizning dinida biz musulmon, 1400 yilning yog'i musulmon bo'lib kelgan. Shu inqilob to'sqinlik qilganlar naq mushu gapni qilgan. Hozirmi vatan sirtida 1933-yildagi shu Sabit Domullam qatorliq qarindoshlarimizning chiqqan shu inqilobi alohida tilga ilinsa, alohida madilansa, alohida bizning inqilobimiz deb tilga ilinib bir yerlarda ularni eslab bir murosimlarni o'tkazsakmi, 44-yildagi Sharq Turkiston Cumhuriyetining shu inqilobchilarni qo'llaydigan, ashlarni madilaydigan, ashlarning rasmlarini tiklab qo'yib turib, manda bir inqilob qilgan degan narsa
bo'layotamdi desa 80% 33-yildagi inqilobni qo'llasak 20% ashuni undaq bir sipab o'tib ketamiz. Tilga olmasak satummuson deb o'tib ketamiz. Nima uchun ashdaq o'tib ketib boramiz desa, texichi ashu xurofot dinda, ashu xurofot itqatda dushmanning nimaligini bilmasdan ashu 44-yilgi ashu inqilobni bular musulmonlar qo'zg'agan inqilob emas, haqiqiy sahiy inqilob emas. Sahiy inqilob emas. Kommunistlar ular dinni yaxshi ko'rmaydiganlar degan narsa shu Abduxoliq Uyg'urning vaqtidami bor? Vaqtidami bor? Abduxoliq Uyg'urga ashunda bo'lib, orqasi tutulmagan, qo'llamagan, qarshi turgan. Ahmadjon Qosimov ashunda qarshi turgan. Janubni boshsiz tashab qo'yib, Janubdagi xalqqa Mao Rusparastlarga qatnash aralashmanglar, ular kommunist, ular dinsiz degan shiorlarni tan taqitib, xalqning ideyasini buzib, Janub taraf boshsiz qilib, u inqilobga hech kim qatnashmagan. Hozirgi kelgichi desa, shu 44-yildagi shu Sharq Turkiston inqilobi Ahmadjon Qosim qatorliq shu qarindoshlarimizning, shu qahramonlarimizning ilib borgan inqilobi hozirgi kelgichi yana o'xshash madilanmaglik, qo'llanmaqlik, olqishga erishmaylik. Nima uchun desa, texichi shu zihniyat. Shu xurofot zihniyat. Vatan degan nima, millat degan nima, davlat degan qanday bo'ladi, uni uqmasdan shu dinni asosi o'ringa qo'yiblar. Bir yerda bir tal jaynimizni selib namoz o'qidak yeringi bo'lsa, vataning degan shu deb hozirgi kelgichi g'arb dushmanligini o'tirg'i qo'yib, dunyo kofirlari deb so'zlab ingakdagi bir soqolni vatanning mustaqilligidan, millatning erkinligidan ustun ko'rib, o'zimizni tajovuzchi besib, butun qiz o'g'illarimizdan tortib, hammaga tajovuz qilib, bosqinchilik qilib, sing'illarimizdan tortib, onalarimizdan tortib bosqinchilik qilib olsa, dushmanni boshqa yerdan izlab, inqilobni o'zimizdan jiroqlashtirib ketib olgan narsa nima desa, sizning shu da'vatgan ota-bovimiz mushu dinga e'tiqod qilib ekan-ku, men musulmon deb o'zingizning dinini tekshirmaganligingiz, shu inqiloblarga o'zingiz qo'llayotgan shu inqiloblarning taraqqiy qilmasligiga sababchi bo'lgan narsaning nimaligini bilmasligingizda.